Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Qodir. Marg'ilon shahrida tug'ilganman. Hozir 18 yoshdaman va 14 yoshimdan beri IT sohasi bilan shug'ullanaman. Hozirda Dubayning VC Software kompaniyasida UX/UI dizayner bo'lib ishlayman. Faoliyatim davomida qatnashgan eng katta loyihalarimdan biri bu MDH davlatlaridagi eng katta influence marketing marketplace Flipper.ru platformasi. Shu loyiha davomida UX/UI dizayn bu prosta interfeyslarni qurish emas, balki inson hayotini osonlashtiruvchi kasb ekanligini tushunganman. Yaxshi daromadga chiqish uchun shaxsiy fikrim shunaqaki, insonda soft skilllar ko'proq rivojlangan bo'lishi kerak. UX/UI dizayn sohasini asosan praktikaga asoslanib o'rganishni tavsiya qilgan bo'lardim. O'sha kompyuterga Photoshop o'rnatish uchun kompyuter shunaqa darajada eski kompyuter ediki, Photoshop ko'tarmasdi. Adobe Photoshopda CS6 degan 2006-yildagi versiyasi bor. Любой kompyuter hozirgi ko'taradi. U kompyuter ko'tarmasdi. Men flashga olib kelib, uni operatsion sistemaga tiqib, uni operatsiya sifatida ko'rsatib, kompyuterga o'shanga uстановка qilib, u faqat o'shanda vaqtinchalik xotirada saqlab ishlatardim. Misol, shunaqa qilib o'rtacha kompyuter bo'lgan, oxiri u kompyuter srok godnosti tugab ketgan, kompyutersiz qolganman в итоге. Men o'ylayman, biz kasbda sekin-sekin yo'qolsa kerak, uni o'rniga sun'iy intellektni boshqarib, biz kasb bilan shug'ullanadigan odamlar paydo bo'lsa kerak. Kundalik hayotimizda o'zim ko'rayotgan ancha muammolar bor. IT orqali shu muammolarga qisman yechim berish xohlagan bo'lardim, insonlar hayotini osonlashtirish uchun. Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Qodir. Marg'ilon shahrida tug'ilganman. Hozir 18 yoshdaman va 14 yoshimdan beri IT sohasi bilan shug'ullanaman. IT ga qiziqishim yoshligimdan boshlangan. O'zimning otam ham buxgalterlar, ya'ni hisobchilar. Uyimizda shuning uchun har doim kompyuter bo'lgan. Yoshlikdan boshlab kompyuterga qiziqish bo'lgan. 14 yoshimda Marg'ilon shahrida joylashgan raqamli texnologiyalar markaziga kelganman. Xorijiy tillarni bilganim uchun IT sohasini o'rganishim, mustaqil o'rganishim menga ancha oson bo'lgan, lekin raqamli texnologiyalar markazidagi ustozlar har doim bizga yo'nalish berib turishgan. Bu narsa ham bizga ancha yordam bergan. Shu yerda o'rganib, mustaqil ravishda chet el freelance birjalarida o'z faoliyatimni boshlaganman. Hozirda VC Software LLC, ya'ni Dubayning VC Software kompaniyasida UX/UI dizayner bo'lib ishlayman. 4 yillik UX/UI dizayner karyeram davomida ko'plab freelance birjalarda ishlab o'tdim. Bularga misol qilib Fiverr.com, freelance.ru, Quark.ru va Upwork.comlarni misol qilib aytaman. Faoliyatim davomida qatnashgan eng katta loyihalarimdan biri bu MDH davlatlaridagi eng katta influence marketing marketplace Flipper.ru platformasi. Bu platforma MDH davlatlaridagi barcha influenserlar, marketologlar va reklama beruvchilarni jamlashtirgan platforma. Bizning loyihada 3 ta rol bo'lgan. Bu reklama beruvchi, influencer bloger va menejer. Ko'plab platformalarda hamma blogerlar ro'yxatdan o'tmagan. Bizning platformamizda juda ham ko'p blogerlar ro'yxatdan o'tgan, lekin shu holatda ham ba'zi bir blogerlar bo'lmasligi mumkin. Biron bir reklama beruvchi aynan xohlagan blogeriga reklama bera olish uchun bizda menejer rollari ham bo'lgan. Biz shu menejer rolini qulay va chiroyli interfeysda yechimlar berganmiz. Aynan shu loyiha menga juda ham katta tajriba bergan, sababi bu loyihada men juda ham ko'p tajribaga ega bo'lgan hamkasblarim bilan birga ishlaganman. Shu loyiha davomida UX/UI dizayn bu prosta interfeyslarni qurish emas, balki inson hayotini osonlashtiruvchi kasb ekanligini tushunganman. Hozirda yarim stavka Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan Vossiya Software LLC kompaniyasida ishlayman. Bu kompaniyada hozir UX/UI dizayner sifatida Raqam App mobil ilovasi va web platformasini yurityapman. Raqam App platformasi bu Birlashgan Arab Amirliklarida telefon va avtoraqamlar sotib olish va sotish uchun platforma. Qolgan vaqtlarda bo'lsa, o'zimizni Enola startapimiz ustida ishlayapmiz. Enola bu ingliz tilini oson o'rganish va bilimlarni oshirish uchun sun'iy intellekt asosida ishlangan ta'lim platformasi. Biz bu loyihani qilayotganimizning sababi bozordagi muammoni ko'ra oldik. Misol uchun, bir o'quvchi o'zini writing yozish ko'nikmasini oshirmoqchi bo'lib, ya'ni praktika qilmoqchi, u writing yozadi, yozganidan so'ng uni o'qituvchisiga beradi. Bilamiz, ko'plab o'quv markazlarida writinglarni tekshiradigan ustozlar bu asosiy o'qituvchi emas, ikkinchi o'qituvchi, support teacher bo'ladi. Support teacherlarning darajasi baland bo'lmaydi. Inshonni tekshirish uchun 3-4 kunlab vaqt talab qilinishi mumkin. Bizning platforma bo'lsa, juda ham 95% aniqlik bilan bir necha daqiqalar ichida sizni writing ko'nikmalaringizni tekshirib beradi. Biz full mock exam o'tishingiz, mana bizni package sotamiz. O'rtacha bitta full mock exam o'tish 5000 so'm bo'ladi, 5000 o'zbek so'mi bo'ladi. Bitta toolni practice qilish, faqat men speakingni practice qilaman desangiz, 1,5-2,000 so'm. Bir martalik. Misol, mana bitta writing assessment qilaman desangiz, 1,5 so'm, 2,000 so'm. IT sohasi umuman olib qaytganda, mana misol uchun Dubayda part time ishlayman. 1 soatda oladigan oyligim, soatlik hour rate'im $12 da. Yaxshi daromad olaman. Misol, menga qiynalmasdan yaxshi daromad olish imkoniyatini berdi. Shaxsiy rivojlanish uchun ham, misol, mana hozir
yaxshi daromad qilish uchun 24 ga ishlab o'tirishim kerak emas. O'zim ustimda ishlasam bo'ladi, ingliz tilini o'rgansam bo'ladi, boshqa tilni o'rgansam bo'ladi. Bemalol sportzalga borsam bo'ladi. UX va dizayn sohasi, umuman olganda ITda ham yuqori daromadga chiqish boshqa kasblardan ko'ra osonroq bo'ladi. Sababi hozir O'zbekistonda va butun dunyoda aktiv raqamlashtirish ketyapti. Bu jarayonda juda ham ko'p kadrlar kerak, lekin yaxshi daromadga chiqish uchun shaxsiy fikrim shunaqaki, insonda soft skilllar ko'proq rivojlangan bo'lishi kerak. Misol uchun shaxsan o'zimni oladigan bo'lsak, menga yordam bergan soft skillarim bu kirishuvchanlik, har qanday inson bilan tezda umumiy tilni topish va ma'lum bir muammoni shunchaki bajarish emas, uni hal qilish ko'nikmasi deya olaman. UX va dizayn sohasini asosan praktikaga asoslanib o'rganishni tavsiya qilgan bo'lardim. 4 yoshimda ham uyda kompyuter bo'lgan. Masalan, 4 yoshimda 2006-yilmi, 2010-yilda ham uyimizda kompyuter bo'lgan. Uyimizda kompyuter bo'lgan, u shaxsiy kompyuterim bo'lmagan. Dadam kompyuterlari bo'lgan. Juda ham ko'plab yillar davomida u kompyuter uyimizda turgan, buzilgan, men o'zim to'g'irlaganman. Misol men o'sha kompyuterga Photoshop o'rnatish uchun kompyuter shunaqa darajada eski kompyuter ediki, Photoshop ko'tarmasdi. Adobe Photoshopda CS6 degan 2006-yildagi versiyasi bor. Bu kompyuter hozirgi ko'taradi. U kompyuter ko'tarmasdi. Men fleshga olib kelib, buni operatsion sistemaga tiqib, uni operatsiya sifatida ko'rsatib, kompyuterga o'shanga uстановка qilib, u faqat o'shanda vaqtinchalik xotirada saqlab ishlatardim. Misol shunaqa qilib, o'rtacha kompyuter bo'lgan. Oxiri u kompyuter srok godностьga ketgan, kompyutersiz qolganman itogi. Birinchi shaxsiy kompyuterim o'sha 2017-yilda tog'am olib berganlar, sovg'a qilganlar tug'ilgan kunimga. Lekin sal slabiyroq kompyuter bo'lgan. Oradan vaqt o'tib, hatta topgan pullarimni yig'ib, o'zim kompyuter eski kompyuterimni yig'ib 2019-yilda o'zim kompyuterim olgandim. Men o'zimiz startapimiz qilayotganimizda shunaqa narsa bo'ldiki, mana bizda mobil ilovamizda lug'at borda. Lug'at bor. Men lug'atning interfeysini tizdim. Interfeysini tizib, men oddiy clouddan foydalanaman. Men chunki cloud bilmayman, menga shunaqa narsalarga qulayroq jo'natib interfeysimdan xatolik topib ber deyapman-da. U shunaqa yechim berdiki, haqiqatan ham u yechim meni kallamga kelmagan. UI'da tezda 2 kun tuzgan UI'ni 2 minutda realizatsiya qilib berdi. Keyin mendan yaxshiroq realizatsiya qilib berdi. Men sizga misol aytib berishim mumkin. Xuddi shu bizda lug'at bor. Men lug'atda backspace orqaga qaytish knopkasini chap taraf tepaga qo'yganman. U backspace knopkasini o'ng taraf tepaga qo'ydi-da. U haqiqatan ham ключевой zo'r решение qilib qo'ydi. Men lug'atni telefon mashinada ushlab boshqarayotgan bo'lsam, haqiqatan boshqa masora bo'ladi. U praktikada mendan yaxshiroq 4-5 yil mutaqassisdan ko'ra yaxshiroq yechim beraldi. Men 2 kunda qilgan ishimni 2 minutda yaxshiroq yechim berib qo'ydi. Endi kelajakda men o'ylayman, biz kasblar sekin-sekin yo'qolsa kerak, uni o'rniga sun'iy intellektni boshqarib, biz kasb bilan shug'ullanadigan odamlar paydo bo'lishi kerak. Misol, kasb o'zgarsa kerak deb o'ylayman. Misol, UX va dizayner yo'q, prompter deydimi? U prompt beradi, qanaqadir sun'iy intellekt qiladi, o'zini ideyalari bilan darrov qanaqadir mixed kasblar paydo bo'lishni boshlasa kerak. Misol, hozir shunaqa sun'iy intellektlar bor. Menga bunaqa mobil ilova qilish kerak desangiz, menga bunaqa mobil ilova kerak desangiz, o'zi sizga под ключ aytgan rangingizda, aytgan stilingizda dizayn tuzib beradi. Misol, u baribir haqiqatan ham to'g'ri, hozirgi kunda haqiqiy dizayner bilan almashtirilmaydi-yu, lekin o'zi ozgina dizayn ko'nikmalari bor odam bo'lsa, olib daraxtga qolish imkoniyati ham bor, hozir ham yo'q emas. Kundalik hayotimizda o'zim ko'rayotgan ancha muammolar bor. IT orqali shu muammolarga qisman yechim berish, misol, xohlagan bo'lardim insonlar hayotini osonlashtirish uchun. Maqsad shu, misol, orzularim ko'p. Men yaqin 5 yil ichida unicorn yaratmoqchiman, misol uchun. Bizda kuchli jamoa bor, bu narsaga yetadigan resurslarimiz bor. Unicorn yaratsak bo'ladi. Ya'ni unicorn bo'lmasa ham mega millionda kompaniya yaratsak bo'ladi. Maqsadlarimiz ichida shu narsa bor. Hozirgi ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan zamonda inson o'z maqsadlariga erishish uchun asosiy qilish kerak bo'lgan ish, misol, ijtimoiy tarmoqlarda behuda vaqt sarflashdan voz kechish. Har kun kundalik 2 soat ijtimoiy tarmoqlardagi scrolling o'rniga kitob o'qish, tillar o'rganishga o'xshagan mashg'ulotlar bilan shug'ullanish insonni kundalik samaradorligini oshiradi va bu IT kasblarida tezroq muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi deb o'ylayman.